$650 dan qo'yaveramiz. Srochniy deganingiz uchun. Agar xo'p desangiz $650 dan qo'yib beraman. Keyin nima deysiz? 800 dan qo'yib beravering. Srochniga ketmaydi. Agar $650 dan qo'ysa ketadi. Nimaga? Kadastri tayyor bo'lgani uchun, birinchi qavat novostroyka kvartira bo'lgani uchun. Nima deysiz? Odamlar kutib turibdi, xo'p desangiz qo'yaveraman. Mayli, pul kerak bo'lgani uchun mayli. Zarur bo'lgani uchun. Zarur bo'lgani uchun. Novostroyka dom 165 kvadratli, $650 dan har bir kvadrat metr. Oshxonasida turibmiz, xolodilniklar, даже mana bu ko'ryapsizlar, rejutkalargacha tayyor holatda turibdi. Xullas, bu yoqda mana gaz plitasi, vitishkasi, duxkontrni kotellargacha ilingan. Bu yoqda moykasi, xullas, stul-stullar, shunday yuramiz, qarang. Mana podyezddan kirdingiz, eshik, chap qo'lda pastga dupleks qavatga tushib ketirish. Pas ham kadastrda bor. Shunday yurganda bu yoq taraf oshxona, mana ham chap qo'lda sanuzeli bo'ladi, hammomi, yuvinish xonasi. Yurganda o'ng qo'lda bitta yotoqxona, oyoq teglari 100% tupli pol, keyin batareya yordamida istiladi. Televizor uchun joylar tashab ketilgan. Mana bu mehmonxona bo'ladi. 165 kvadrat, kattagina mehmonxona. Ikkitalab batareyalar qo'yib qo'yishgan. Shunday tushib kelamiz, kattagina hol ko'ryapsizlarmi? Mana bu podyezddan kirsa bo'ladi. Podyezddan kiraverish eshigi ikkita. Birinchi qavat u. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa mebellar qilib qo'yishgan. Mana bu yerda uyimizni isitish tizimlari. Bu yerda hol, kattagina hol. TV zona, головой divanlarni qo'yib qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yoqda ikkinchi sanuzel, dush kabina, hojatxona, rakinalar qo'yilgan. Bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, pasam oyoq teglari tupli pol qilingan. Mana bu oxirgi xona. Shundoq Ibn Sino Stroy Mart'ta narigi betida yo'l yuzida Novostroyka dom kadastrlar tayyor $650. Telefon nomerlar pastda, lokatsiya Telegram kanalda.